Chaqaloq tug'ilgandan keyin sharoit bo'lmasa, aqiqani qaysi vaqtgacha qilsa bo'ladi? Aqiqaga xo'roz so'ysa ham bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu aqiqa o'zi biz Hanafiy mazhabimizda mustahab deydi ulamolar. Ya'ni mustahab degani buni chaqaloqning otasi buni bajarsa savob bo'ladi. Bajarmasa bu gunohkor bo'lmaydigan amal endi. Bu aqiqani o'zi farzandni Alloh taolo farzand ne'matini berganligi uchun shukrona nuqtai nazardan bir qo'y so'yib, jonliq so'yib, o'g'il bola farzandli bo'lgan bo'lsa, imkoniyati bo'lsa ikkita qo'y. Qiz bola bo'ladigan bo'lsa, demak bitta qo'y so'yib, shunaqa xayr ehson qilib uni uchdan ikkisini tarqatadi, birini o'zi chaqaloqning onasiga yediradi. Mana shunday qilinadigan bir narsani aqiqa deyiladi. Buni ulamolar aytadilarki, agar shu imkoniyati bo'lsa 7 kunda qilsin deydi. 7-kunda. Agar bo'lmasa 14-kunda qilsin deydi. Agar bunda ham bo'lmasa 21-kunda qilsin deydi. Agar bularga ham haligi sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, qachondir imkoniyat bo'lganda qiladi. Agar unda ham imkoniyat bo'lmasa, bu mustahab amal bo'lganligi uchun qilmasa ham bo'laveradi deydilar. Ba'zan so'rab qoladi, shu 7-kun emas, bir 3-kuni qilsak bo'lmaydimi aqiqani deb qo'yadi. Yoki 10-kuni qilsak bo'lmaydimi deydi. Uni ham masalan shu kuni uyimizga katta mehmonlar kelyapti, shu kuni bir qo'y so'yib qandaydir go'shtdan foydalanaylik deydi. Mehmonlarga shuni pishirib beradi. Bo'laveradi. Endi 7, 14, 21larda qilsa, rosa ham kitoblarimizga muvofiq bo'lib afzal bo'ladi. Lekin u kunlarda ham qilsa ham hech qanday unaqa aqiqasi noto'g'ri bo'lgan bo'lmaydi. U inshaalloh shu va'da qilingan ajr mukofotlarni oladi. Ikkinchi savollari xo'roz so'ysa bo'ladi. Aqiqaga xo'roz so'ysa bo'lmaydi. Aqiqaga nima so'yadi desa, qurbonlikka nima so'yiladigan bo'lsa, shu hayvonlarni so'yiladi deydi. Qurbonlikka misol uchun echki so'ysa bo'ladi. Echkini kamida 12 oydan, 12 oyligidan katta echkilarni so'yish mumkin qurbonlikka. Aqiqaga ham xuddi shuni. Masalan, qo'yni ham deydi 6 oyligidan, qo'y gavdali bo'ladigan bo'lsa, 6 oy va undan katta qo'ylarni so'ysa bo'ladi deydi. Aqiqaga ham shuni so'ysa bo'ladi. Molni kamida 2 yoshga to'lgan mol so'yish mumkin aqiqada. Yoki misol uchun tuya so'ymoqchi bo'lsa, endi qaysidir viloyatlarda tuya bor, ular kamida 5 yoshga to'lgan tuyani so'yish kerak. Mana shu o'rinda yana bir masala, ba'zilar misol uchun so'rab qoladi-da, masalan men deydi 3 ta o'g'limga aqiqa qilmaganman deydi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Ular masalan bitta molni qurbonlikda 7 kishigacha sherik bo'lsa bo'ladi-yu. Aqiqada ham xuddi shunday qilsa bo'ladi. Masalan bir kishini 3 ta o'g'li bor, bitta qizi bor deylik misol uchun, birontasiga hali aqiqa qilmagan. Bitta molni so'yadi-da, go'yoki molni 2 ta ulushi bitta o'g'ilga, yana 2 ulushi, 2 ta o'g'ilga, 3 ta o'g'ilga 6 bo'lsa, bitta ulushi go'yoki bitta qizga. Mana shunday qilib aqiqa qilsa ham bo'ladi. Allohu a'lam.